Erimdan bo'lgan ovsinimi bolasiga onalik qilishga majburman. Eng qizig'i mullakam 3 yildan beri Rossiyadalar. Bir uyda 2 kelin, qaynona qaynota turamiz. Ovsinimda 3 farzand, menda esa 2 ta. Mullakam 3 yildan beri Rossiyada bo'lsalar, meni xo'jayinim yonimdalar. Qaynona qaynotam 2 kelinni ostona haklab ko'chaga chiqarishmaydi. Juda andishalik, bunaqa narsalarga qattiq qarashadi. Ota uyimizga boramiz va qaytamiz. Lekin ovsinimni ota uyi boshqa viloyatda bo'lgani uchun oxirgi marta eslolmayman qachon uyga borganlarini. Xo'jayinim juda ham pozitiv inson bo'lganlari uchun ovsinim bilan hazil-huzul qilib yurishardi. Qaynonam ham ovsiningiz eri yo'q, mayli indamen deb etardilar. Eri uzoqdagi ayollarga qiyin, tushunaman. Meni erim yonimda bo'lganlari uchun menga bilinmaydi, ovsinimga qiyin deb indamasdim. Ovsinim bilan ko'p vaqt uyda qolardik. Bir kun kechasi soat 3 larda uyg'onsam, erim yonimda yo'qlar. Hozir kelib qolarlar deb kutdim. Oxiri hovliga chiqdim. Oshxona, hamma joyga qarasam, oxiri ovsinimni xonasidan chiqib kelyaptilar. Va meni ko'rib bir zum cho'chidilar. Nima qivos betdi desam, kenaymi mazalari bo'lmay qopti. Hammani ovora qilmay meni chaqiribdilar deb qo'ya qoldilar. Men sodda to'g'ri ko'ngilga olib, rost achinib indamay qo'ya qoldim. Oradan 2 oycha o'tib ovsinimda har xil ko'ngil aynishlari, har balo yegilari kevurishi kuzatildi. Oradan esa 3 oy o'tib qorinlari chiqishni boshladi. Buni qaynona qaynotam sezishmadi. Keyin ko'ylaklarni kiyib bildirmasdan yurishni boshladilar. Og'iz juftlab ovsin 2 qatmasmisiz deyishimni bilaman. Iltimos kechir olsangiz kechiring meni deb dodlab yig'lavordilar. Ishonmagin do'stingga, somon tiqar postingga. Obunachib hayotlari bir videoga sig'magani uchun menga obuna bo'ling. Ertaga shu payt video davomini joylayman. Erimdan bo'lgan